Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, azizlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hamshaharlar, savdogarlar kanalining hurmatli kuzatuvchilari, aziz obunachilar. Bugun biz mana 2025-yil 28-sentyabr yakshanba kunida turibmiz. Teraydan chiqqan teray mahsulotlarini narxlari bilan sizlarga bir boshdan tanishtirish maqsadida chiroyli videolarimizni yangilab qo'yyapmiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Sizlarga mana Xudo xohlasa yangi teryapmiz. Narxlarini shu 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlar, plaramadan chiqqan mahsulotlar, jamiki shu teraydan chiqqan teray mahsulotlarini jamiki shu 0 dan 100 gacha tom mahsulotlarini sizlarga narx-navolari bilan tanishtirib boramiz. Xudo xohlasa inshaalloh kuzatib borsalaringiz 4,5 metrlik to'sinlarimiz mana Xudo xohlasa teryapmiz mana. Hozir bu tikkalanayotgan holati. Terilib tayyor bo'lganda narxlari bilan bir bosh ko'rsatamiz Xudo xohlasa. Videomizni kuzatayotganlar aziz qadrdonlar, chiroyli bir like bosib qo'ysalaringiz, videomizni boshida o'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz obuna bo'lasizlar. Biz shunaqa kiritib borayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Videomizni oxirigacha kuzatinglar, chiroyli mahsulotlarni narxlarini tanishtirib boramiz. Qiziqarli takliflarimiz bor Xudo xohlasa. Aziz qadrdonlar, ko'rasizlar, chiroyli uyqurayotgan, uyqurmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz ikkilanmasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 6 metrli strapilalar mana vassalilar, jamiki shu tomga yetadigan barcha teraydan chiqqan mahsulotlar bor. Dastlabki xizmatlarimiz hamon hozir ham ishlayapti. Vodiy bo'ylab 15 million tovar olingan savdoga 10 milliondan yuqori, 15 milliondan oldi va 15 milliondan tepa savdolarga Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon shu jamiki shu o'zimizni Farg'ona, Quvasoy, Ovol, Log'on, Qo'qon, Bog'dod, Uchko'prik, Andijon, Bo'z, Sharxon, Jalaquduq shu jamiki shu Farg'ona viloyati bo'yicha 15 million oldi berdi, 15 milliondan baland olgan savdoga dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Assortiment savdoga Xudo xohlasa dastlabki xizmatlarimiz bepul. Agarda 10 millionga bormaydigan bo'lsa, mashinalar bu arzon qilib, chiroyli qilib o'rtada turib gaplashib beramiz. Shofyorlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab, butun respublika bo'ylab, Toshkent viloyat, Toshkent shahar, shu Qashqadaryo, Voha tomonlar, Surxondaryo, Samarqand, jamiki shu Qashqadaryo, O'zbekiston bir chekkasidan, barcha nuqtalaridan turib aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz bor, Isuzu'lar bor, arzon narxlarda o'rtada turib gaplashib beramiz. Aytilayotgan narxlardan Xudo xohlasa picha tushib, chiroyli qilib ishlaymizni bitirib beramiz. Ana ketdik, biz videolarimizni boshlaymiz aziz qadrdonlar, kuzatib borishni unutmanglar. Videomizni chiroyli like bosib qo'yasizlar aziz qadrdonlar. Ammo oxirigacha ko'rish esdan chiqmasin. Chiroyli buyumlarimiz, mahsulotlarimiz, materiallarimiz bor Xudo xohlasa inshaalloh. Ana ketdik bo'lmasa. Mana aziz qadrdonlar, yuklarimiz terilib, tayyor bo'lgan holatlari mana. Narxlarini endi bir boshdan tanishtirib boramiz. Diqqat bilan kuzatinglar. 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlar, 3 metrdan 6 metrgacha ustun, sarrob, strapilalar, jamiki shu tom ketadigan materiallar. Hozir mana 6 metrli to'sinlarimizdan boshlayveramiz. 6 metrli baquvvat boy to'sinlarimiz bor. Tanishtirib boramiz. Bu 6 metrlik mana uy to'sinimiz. 5 metr, 5,5 metr joylarga tushadigan chiroyli boy to'sin. 6 metrlik uzuni. Shular donasini 230 ming so'm baho aytyapmiz. 220 ming so'mdan qo'lga tegishi oxirgi narxi bitkazib beryapmiz. Uzunligi 6 metrlik, 5,5 metr joylarga, masofasi katta joylarga, zallarga, darvozaxonalarga tashaladigan chiroyli 6 metrlik baquvvat boy to'sin. Endi bu yerda mana
5 metrlik baquvvat tadbor terilgan zo'r boy to'sinlarimiz bor mana. Bu yerda bir pachka bor edi, halicha turib jicha oldin sotib oldik bir pachka. Endi mana hozir bir pachka bor, 2 pachka, 3 pachka. Eng zo'r yirik terilgan 5 metrlik baquvvat to'sinlarimiz. Mana 5 metrlik to'sinlar asli narxi 160 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bo'lgan holatda sotilyapti hozirgi kunda. Shularimiz boy to'sinlarimiz, bir xil tadbor terilgan, ichida ingichkasi yo'q, qurtegani, kalta, sinig'i, oshiqcha. Egrisi ikki tomonlamali egrisi bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa qoladi. Donasi 220 ming baho aytib, 200 ming so'm beryapmiz. Shunaqa holatda baquvvat mana. Bu 21 talik terilgan pachkamiz. Mana bunisi bo'lsa ham 28 talik terilgan mana. 3 ko'ti bir xil baquvvat holat. Shuni chorrog'i bor, ingichkarog'i, katta kichik aralash teriladi 160 ming so'mdan. Hozir bizda yo'q, tugab qoldi. Endi xolos yuklarimizni kesyapmiz, bo'ladi. Yirigi holati shu holat, hozirgi holat 200 ming so'm. Adborni terilgan holat, uzunligi 5 metrlik. Olgan odam baraka topadi. 50 yil, 60 yil, 80 yil, 100 yil xizmat qilaveradi xohlasa. Bularimiz 4,5 metrlik to'sinlarimiz mana. 4,5 metrlik uy to'sinlarimiz. Holatlari juda ham a'lo holatda. Shularimizni donasi 135 ming, 140 ming baho aytib turib, 130 ming so'mdan beryapmiz. Uzunligi 4,5 metrlik. Bularimiz 380, 360, 4 metrlik masofada joylarga tushadigan 4,5 metrlik to'sinlarimiz. Mana 5 metrlik baquvvat to'sinlarimiz 4 metr, 4,5 metr joyga tushadigan boy to'sinlar. Bu 4,5 metrlik aytganimizda 130 ming so'mdan vodiy ichi bo'ylab 15 milliondan yuqori olgan tovarga hamyurtlarimiz, yurtdoshlarimiz, aziz qadrdonlarimizga dastavkasi bepul bo'ladi. Assortiment savdoga. To'sin, tagiga murlar, tepasiga vassa, ustum, kashak, xovon, strapilar, reyka, jamiki va hokazo shu 15 milliondan yuqori bo'lgan savdoga dastavka mutlaqo bepul. Vodiy ichi bo'ylab. Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'qon shu vodiy ichi bo'ylab. Mana 6 metrlik to'sinimiz mana 220 minglik holati. Bularimiz 4 metrlik to'sinlarimiz. Bunaqa yengil to'sin bo'ladi. Bu juda oshiqcha, ingichka ham, baquvvat ham bo'lmaydi. O'rta hol 3.30, 3.5 joylarga tushadigan o'rtacha sredniy holatli to'sinlarimiz. Bularcha oshiqcha baquvvat bo'lmaydi. 4 metrlik shu masofasi kalta 3.5, 3.30 joylarga tushadigan holatda bo'ladi. Bir donasi 85 ming, 90 ming baho aytyapmiz. 80 ming so'mdan hisoblayveramiz. Mana assortimentlarimiz bor, ob'yomlarimiz bor. Behijolat ikkilanmasdan ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Manzillarimiz yana bir bor aytib o'tamiz. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. O'zbekiston bo'ylab, butun respublika bo'ylab ham yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Aytilayotgan narxlardan biroz tushib, yo'l kiralaringizga yordam qilib, xudo xohlasa chiroyli qilib ishlaringizni bitirib beramiz inshaalloh. Xo'p, bularimiz mana 6 metrlik baquvvat sarroblilarimiz mana. 3 pachka bor. Bularimiz 80 mingdan 95 minggacha, uzunligi 6 metr. Bu pragon tom tagiga, shifr tagiga asosiy qo'g'ri ot yog'och deyiladi. Uzunligi 6 metrlik baquvvat holat. Xo'p, 80 ming so'mdan 95 ming so'mgacha chiroyli narxlarda bitkazib beryapmiz mana. Uzunligi 6 metr. Endi bu mana 6 metrlikni padbor qilib terganmiz. Yirigini, baquvvatini alohida qilganmiz. Ingichkasini strapilaga qo'yganmiz mana. Bu strapilasi mana 28 talik terilgan. Shularimiz 60 ming so'mdan beryapmiz donasini. Bu 5 metrlik sarrobligimiz mana. Qup-quruq holat, 5 metr uzunligi. Bu pragon deyiladi, bu ham ot yog'och, sarrobga ishlatiladi. Uzunligi 5 metr, 60 ming so'mdan donasi.
60 mingdan 80 minggacha kelib ketaveradi. Katta kichikligiga qarab, tadbiriga qarab. 6 metrli strapilarimiz buni 60 minglik holati. Bu 4 metrli lagamiz mana. Ustunimiz, sarropimiz ochiq ayvonlarga to'sinni qatorib tashlasa ham bo'laveradi. Loy bosilmaydigan joylarga. Uzunligi 4 metr. Shularimiz 40 mingdan 50 minggacha bo'lgan holatlari bor. Orqa tomonida ham bor ko'rsatamiz. 5 metrli sarrop strapilalarimiz arzonroq holati. Donasi 50 ming so'mdan. Mana 4 metrli holati zo'r lagamiz. 40 ming so'mdan donasi. Strapilaga ham ishlaveradi, ustunga ham ishlaveradi, ochiq ayvonlarga ham, o'choqxona, novvoyxona shu joylarga, masofasi kalta joylar, koridorlarga, hojatxonalarga to'sinni qatorida tashlab qo'ysalaringiz ham bo'laveradi. Bular ham shu holat. Endi mana 3 metrli uy to'sinlarimiz mana oralig'ida 3 metr uzunligi, bular 222 metr joylarga tushadi. Shularimiz donasi 60 ming so'mdan beryapmiz. Baquvvat holat. To'rt metrli to'sinlarimiz mana. 80 minglik holatlar, quruq holati. Ho'lbas, quruq. Nolga suv to'kilib bo'lgan 100%. Saysan minglik holati. Bulardan 3 metrli sarropdagi ustunlarimiz mana. Sarropdagi ustun deyiladi. Monolit taylariga, chiroyli joylarga, masofasi kalta joylarga ham tashlasa bo'laveradi. To'sinni qatorida uzunligi 3 metr baquvvat holat. 30 ming so'mdan beryapmiz shularni. Kuzatib boringlar, endi mana Tlaramadan chiqqan vassalilar, strapilalar, reykalar jamiki shu ko'rsatib boramiz. Vassalilar mana. Vassamiz yangi terilyapti. Holatlari zo'r vassalar. Baquvvat chiqadi. 1 ga 1 bosadi kvadratini 0 ga 0. 100 kvadrat olsangiz 100 kvadrat to'liq bosadi. Kamib qoldi, boshqa bo'lib qoldi bo'lmaydi. Garantiyali javobi bilan beramiz. Garbil vassalar. Endi mana reykalarimizdan boshlardik. Reykamiz mana. Diqqat bilan tushuntirib o'taman. Buni puli har xil, 2 xil puli bor. Uzunligi 4 metrlik, arzon narxidan boshlaylik. Mana 2,5 metrlik, bu yonida 3 metrlik pachka, 2,5 metrlik, 3 metrliklari bor. Razmeri 4 ga 4 chiqqan. Xo'p, buni ichida ulari yo'q, 3 metrlik, 2,5 metrlik edi. Metri 3,5 ming so'mdan. Keyin bunaqa 4 metrlik uzun pachkalarimiz bor. O'ttasida 1, 2, 3, 4 ta ulag'i bor. 2 metr ag'idan kelgan, 2 metr bag'idan kelgan ulag'i bo'ladi. 1 metri 4800 so'm, 5000 baho aytib 4,5 ming so'mdan beryapmiz 1 metrini. Kimdaqa holat plus qilib yozib qo'yganmiz, addenni qilib 80 metrdan pachkalab qo'yganmiz. Buni ichida ulag'i ham yo'q, garbili ham yo'q. Tekis 4 burchak, o'sha razmerli, uzunligi 4 metrli reykamiz. Mana. Xolasalaringiz chachib beramiz, ko'rib olaverasizlar. Biz pachkalab qo'yganmiz. Xolasalaringiz chachib ham beraveramiz. 1 metrini 5000 so'mdan beryapmiz. 5200 so'm, 5,5 ming baho aytib oxirgina qo'lga tegadigani 5000 so'mdan beryapmiz. Necha metr desalaringiz qabul qilaveramiz, yetkazib beramiz inshaalloh. Bularimiz mana harilarimiz, bir boshdan ketyapmiz. Harilarimiz 18 ga 18 chiqqan, uzunligi 4 metrlik holat. To'liq bo'ladi. 15 ga 15 bo'lmaydi, 15 ga 18, 16 ga 18 bo'lmaydi, to'liq 18 ga 18. 4 burchak hari. Bu peshxori. Darvozaxonalarga,
ayvonlarga, katta shu masofa baquvvat joy ushlab turadigan joylarga 1 metri 100 ming so'mdan beryapmiz. Bu 3 metrli strapiylamiz mana. 3 metrli strapiylamiz. Eni 12 ga qalinligi 4, uzunligi 3 metr. Bir donasini 30 ming so'mdan beryapmiz. Endi mana 4 metrli toza strapiylamiz. Nolovki, yaribali yo'q, top toza holat mana. Eni 12 ga qalinligi 4, uzunligi 4 metrli holat. Shularimiz donasi 58 ming, 60 ming baho aytib, 55 ming so'mdan yetkazib beryapmiz. Bitkazib, chiroyli qilib beryapmiz. Xo'p, bulimiz mana murlatimiz, chorchupimiz. Bu go'shtli bo'ladi, oshiqcha murlat sifat bo'lmaydi. Bir donasi 45 ming so'mdan. Kimdaqa haqiqiy sesmani ustiga simbaylab to'sin qatiraladigan murlatligimiz mana. Uzunligi 4 metr, bir donasi 40 ming so'mdan. Bu 3 metrli brusimiz mana. Hozirgi holat 3 metrlik bu, endi 4 metrlik endi chiqadi xohlasa. Narxlarini ham bir qator gapirib o'tiramiz, tushuntirib. Uzunligi 3 metr, eni 13, qalinligi 7. Xo'p, bir donasi 60 ming so'mdan beryapmiz. Shuni 4 metrligi bu, 90 ming so'mdan bitirib beramiz. Bor xohlasa 4 metrlik, 3 metrlik, 2 metrlik. Hozir ko'rsatib o'tamiz, mana 2 metrliklari ham bor. Mana 2 metrli brus. Eni 13 ga qalinligi 7 bo'ladi, uzunligi 2 metr. Shularimiz 35 minggacha sotyapmiz. Aziz obunachilarga, qadrdonlarga aloqaga chiqsalaringiz, masofadan turib ham 30 ming so'mdan bitirib beramiz. 2,5 metrligi mana primichkalarga, bunga misol bu ham primichkaga ketadi. Masofasi kalta to'sinlarga, joylarga bir donasi shularda 50 ming so'mdan beryapmiz. 2,5 metrli brus bo'ladi. Mana yumaloqladi, narxlarini 6 metrli, 5 metrli, 4,5 metrli, 4 metrli narsalarimiz narxlari bilan tanishtirib bordik. Endi pullarimizni chiqqanlarni ham ko'rsatdik. Narxini endi vassaligimiz oxirgi variant shu. To'sin tashalari, tepasiga tagiga murlat, vassa tashaladigan, loy bostin tagiga qo'yiladigan cho'rniy patolog vassalilarimiz narxlari bilan tanishtirib boramiz endi. Bu vassaligimiz mana. Xo'p, chachiliq holatini ham ko'rsatamiz, terilik holatini ham ko'rsatamiz mana. Mana. Shox vassa. Mana. Qatoriga 15 tadan terilgan mana. 2 metrga bag'i 2 metr, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 talik mana. Sanab olaverasizlar. Qatori 15 talik, 11 talik, 12 talik qilib termaganmiz. Ularimiz 1 kvadrat metri. Xo'p, 12 mingdan 14 minggacha. 14 mingligi bunaqa katta vassalar bo'ladi mana bunaqa. Kattaroq bo'ladi, aralash bo'ladi. Bularda bunaqa 4 metrli, 3 metrli lagalari, ustumlari 2 metrga bo'lib, shunaqa qilib chiqarganmiz. Asobiy qilib, shularda 14 minggacha beramiz kvadratini. 15 talik qilib qatorini 12 mingdan 14 minggacha 2 metrli vassamiz bor. Endi mana zo'r vassamizga kelyapmiz mana. Eni biriga uzunligi 4 bo'ladi. Bir qatori buni 4 kvadrat bo'ladi. 10 kvadrat joylaringiz bo'lsa, 10 kvadrat olsangiz bosadi. 8 kvadratni bosib 2 kvadrat kamayib qolmaydi. Mana holatlari zo'r. Oshiqchalari bilan mana bu barakali vassa. Bu o'ttalarda bunaqa uloqlari bo'ladi mana. To'sindan to'singa minadigan uloqlari bo'ladi mana. Bularimiz 1 kvadrat metri 15 mingdan 18 minggacha. 15 mingligi bunaqa ulog'i ko'p bo'ladi mana bunaqa. Ulog'i ko'p bo'ladi. 18 mingligi
bunaqa holat bo'ladi mana. Uzuni ko'p bo'ladi mana. Ulag'i bo'ladi o'rtada, kam bo'ladi. Bunaqa uzuni ko'p, ulag'i kam bo'ladi. Uzunlarini ajratib olmaganmiz, qo'yig'i suyuq qilib terganmiz, teryapmiz mana. Buni kvadrati 18 ming so'mdan. Necha kvadrat bo'lsa, Xudo xohlasa inshaalloh bitirib beramiz. Ikkilanmasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hamma narsalarimizni ko'rsatadigan umiddaman. Aziz yurtdoshlar, yaxshi kunda ko'rishguncha videomizni chekkacha ko'rgan akalarimiz chiroyli bir like tugmachasini bosib qo'yasizlar, o'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossizlar, obuna bo'lasizlar. Shunaqa kiritib bor ekan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishguncha aloqaga chiqaverasizlar.